bugungi kunda global tezlashuv bo'lib ketgan. 25 yoshga yetganda уже qarish boshlanyapti. Chunki jinsiy zaiflikka oldin 25 yoshlilar, 30 yoshlilar kelmagan. Menda jinsiy zaiflik bor deb. Lekin bugungi kunda qabulimizga kelayotgan jinsiy zaifligi bor deganlarni, hatto uylanmaganlar ham bor orasida. Yoki bo'lsa, yangi kuyov bolalar, 1 oylik, 5 oylik kuyov bolalar keladida, jinsiy aloqa qila olmayapman, yaxshi turmayapti, xohish bo'lmayapti. Shunday zo'r zalotoy davrda tasavvur qiling, yangi kuyov bola, 1 oylik, 2 oylik kuyov bola shunday eng zo'r davrlarda jinsiy aloqa qila olmayapti. Sababi o'zini sog'ligiga bee'tibor bo'lgani. Endi 25 yoshgacha albatta qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu kelajakda qurish kerak. Ya'ni bekor qolmaslik. Hozir aytayotgan pornoga qaramlilik, masturbatsiya, zararli odatlar va o'sha kechasi bilan uxlamaslikning ham asosida bekor qolish yotadi.